Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu sonlik darsimizda biz 3 bo'londagi bo'lonlar va taraflarning munosabatlariga bir qarab boqaylik. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'lon bor ekan shundami? Biz buni 3 bo'lon A, B, C deb o'qiymiz. Unda bo'lsa tafsilliroq qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B, C deb 3 tal bo'lon bor ekan shundami? Va bo'lon A ning qarash tarafini, ya'ni bu B, C degan bu siziqning uzunligini kichik yozilgan A harfi bilan ifodalabdi, shundami? Bo'lon B ning qarash tarafini, ya'ni bu AC degan bu siziqning uzunligini kichik yozilgan B harfi bilan ifodalabdi. Bo'lon C ning qarash tarafi, ya'ni AB ning uzunligini kichik qana C harfi bilan ifodalabdi. Unda bo'lsa asta qaraydigan bo'lsak, nima debdi bu yerda? Bo'lon A bo'lon B dan cho'ng, bo'lon B bo'lon C dan cho'ng. Undaq bo'lsa A B dan B C dan cho'ng bo'ldi debdi. Shundami? Yana nima degan gap? Masalan, bir 3 bo'londa shundami? Masalan, bo'lon A, bo'lon B, bo'lon C. Bu 3 bo'lonning yig'indisining 180 gradus ekanligini bilamiz. Shundami? Unda bo'lsa bir 3 bo'londa eng cho'ng bo'lgan bo'lonniki qarash tarafi qanday bo'lgan? Eng uzun bo'ldi degan gap. Bo'lon A bo'lon B dan cho'ng. Unda bo'lsa bo'lon A ning qarash tarafi bu kichik A shundami? B dan cho'ng degan gap. Unda bo'lsa masalan yana qarab boqadigan bo'lsak, bu yerdagi bo'lon B shundami? Bo'lon B bo'lon C dan cho'ng bo'lsa, unda bo'lsa bo'lon B ning qarash tarafi, ya'ni bu uzunlik shundami? Bo'lon C ning qarash tarafi bu uzunlikdan qanday bo'ldi? Uzun bo'ldi degan gap. Undaqda bu munosabatga asosan shundami? Biz bu turdagi 3 tal savolni bir ko'rib boqaylik. Masalan, qaraydigan bo'lsak, bu yerda birinchi savol A B C deb bir tal 3 bo'lon bor shundami? A C D deb bir tal 3 bo'lon bor ekan. Unda bo'lsa masalan 48 gradus, 95 gradus shundami? 3 bo'lonning ichki bo'lon yig'indisi necha? 180 gradus. Unda bo'lsa bu bo'lon necha bo'ldi? 37 gradus degan gap. Men o'ng tarafdagini hisoblab o'tay. 80 gradus, 47 gradus shundami? Unda bo'lsa asti necha bo'ldi? Masalan, bu yer 53 gradus degan gap. Unda bo'lsa biz bir qarab boqaylik. Masalan, ABC degan bu 3 bo'longa qarasam, shundami? Unda bo'lsa 95 gradus bu bo'lon hammadan cho'ng. Unda bo'lsa C qanday bo'ldi? C hammadan cho'ng degan gap. Unda 48 bilan 37. 48 cho'ng bo'lg'achqa shundami? Bu 48 graduslik bo'lonning qarash tarafi bu A qanday bo'ldi? Albatta bu yerdagi B dan cho'ng bo'ldi. Ya'ni A B dan cho'ng, C degan A dan cho'ng deb olamiz. Unda bo'lsa o'ng tarafdagi 3 bo'longa qaraylik. 80 gradus shundami? 47 gradus, 53 gradus ekan. Unda bo'lsa 80 gradusning qarash tarafi hammadan uzun. Ya'ni I hammadan cho'ng degan gap. 53 shundami? Navbatda unda 53 ning qarash tarafi ikkinchisi D shundami? 47 hammadan kichik. Unda bo'lsa D degan C dan cho'ng degan gap. Unda bo'lsa masalan I D degan C dan cho'ng bo'lg'achqa shundami? I degan qanday D dan cho'ng, anandagi D degan C dan cho'ng. Mana javob chiqdi. Bizga bu yerdagi 5 tal uzunlikniki cho'ng kichikligini solishtiring debdi shundami? Ikkinchi savol qarab boqaylik. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerda A B C deb bir 3 bo'lon bor ekan. Qanday 3 bo'lon ekan bu? Alayda. Shundami? 90 graduslik, ya'ni tik bo'lonlik 3 bo'lon ekan. Unda bo'lsa masalan bu yerda bir 90 gradus bor ekan shundami? Unda bo'lsa bu bir 90 gradus. Bu yer 42 gradus bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? 48 gradus. Shundami? Bu 48 gradus bo'lsa, bu yer necha bo'ldi? Albatta 42 gradus. Bu 42 bo'lsa, bu yercha 48 gradus degan gap. Unda bo'lsa biz bir solishtirib boqaylik. Masalan, 48 gradus bilan 42 gradus shundami? Albatta 48 cho'ng. Unda 48 cho'ng bo'lg'achqa, bu yerdagi 48 ning qarash tarafi y qanday bo'ldi? Y degan x-dan cho'ng bo'ldi degan gap. O'ng tarafdagi ACD bu 3 bo'longa qaraydigan bo'lsak 42 gradus, 48 gradus. Unda 48 gradusning qarash tarafi shundami? X nimadan cho'ng? Bu yerdagi z dan cho'ng. Y x dan cho'ng bo'lsa, x z dan cho'ng bo'lsa, bularning munosabati chiqdi degan gap shundami? Y degan x dan cho'ng, x degan z dan cho'ng. Mana 3ninki cho'ng kichikligini solishtirang debgan solishtirib bo'ldim. Uchinchi savol qarab boqaylik. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, shunda ABC deb bir 3 bo'lon beribdi shundami? Anandan keyin bu yerda 4 tal tanlash bor ekan, hangilari to'g'ri debdi. Avval biz bu 3 bo'lonni bir ko'zib boqaylik. 36 gradus, 36 gradus ekan shundami? Unda bo'lsa, bu yer 72 gradus degan gap. Unda bo'lsa, masalan, yana qarab boqadigan bo'lsak, bu yer 72 gradus shundami? Bu yer 36 bo'lsa, asti shundami? Ya'ni buningki ichki bo'lon yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Unda bo'lsa, astimi 72 gradus degan gap. Bu yer 72, bu ikkisi yig'indisi 72, unda usti necha bo'ldi? 36 gradus. Unda bo'lsa bu yer 36 gradus, bu yer 36 gradus bo'lsa, bu ikki bo'lon birsi-birsiga teng ekan shundami? Unda bo'lsa AD ning uzunligi bilan CD ning uzunligi birsi-birsiga teng bo'lishi kerak. Bu bir teng yanliq 3 bo'lon. Yana bu yer 72 gradus, bu yer 72 gradus bo'lg'achqa, CD bilan BC ning uzunligi qanday bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. Birinchi tanlashga qarab boqilganda bo'lsa, nima debdi? AB ning uzunligi AC ga teng debdi. Qani
AB'nin uzunluğu AC'ye teng. Bu yerga 72 gradus, bu yerga 72 gradus. Elbette bu to'g'ri shundami? Ya'ni bu qanday bo'ldi? Bir teng yalliq ish bo'ling. Men buni bunda bir sizib olsam shundami? Bu yerdagi AB'ning uzunluğu AC'ning uzunluğuga teng bo'ldi albatta. Birinchi tanlash to'g'ri. Ikkinchisiga qarab boqaylik. AC'ning uzunluğu BC'ga teng bo'ldi debdi. Qani AC'ning uzunluğu BC'ga teng bo'lamda? Elbette teng bo'lmaydi. Bu degan 36'ning qarshi tarafi shundami? Bu degan 72 graduslik bir bulonning qarshi tarafi. Birisi-birisiga teng bo'lishi asla mumkin emas. Unda biz 3-chi tanlash qarab boqaylik. BD AD'dan kichik debdi. Qani BD shundami? AD'dan kichik debdi. Ya'ni AD bilan BD bir 3 bulonda bo'lmag'achqa bularni silishtirish qarablı silishtirib bo'lmaydi shundami? Men qanday qilaman? CD ni bir vasita qilay. Ya'ni AD bilan CD birisi-birisiga teng shundami? AD'ning uzunluğu bilan CD'ning uzunluğu birisi-birisiga teng. Unda esa BD bilan CD'ni silishtirsam-chi. Ya'ni aslidagi bu BCD degan bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak shundami? 72 gradusning qarshi tarafi CD ekan, unda bo'lsa bu yerdagi 36 gradusning qarshi tarafi BD ekan. Unda bo'lsa qanday bo'ldi? CD'ning uzunluğu shundami? Elbette yani bu CD'nin uzunluğu nemadan cho'ng bo'ldi? BD'dan uzun bo'ldi. Yani BD'dan cho'ng devalımız. Onda olsa CD'ninki uzunluğu bilen AD'nin uzunluğu teng shundami? CD'nin uzunluğu BD'den uzun bo'lsa, elbette bu yerden AD'nin uzunluğu qanday bo'ldi? BD'den uzun bo'ldi. Shundami? Yani cho'ng bo'ldi degan gap. 3-chi tanlashda nima debdi? AD'nin uzunluğu BD'den cho'ng shundami? Uzun debdi. Unda olsa elbette 3-chi tanlashma to'g'ri. 4-chi tanlashga bir qarab boqaylik. AC'nin uzunluğu BD'den qanday? Uzun debdi. Yani AC'nin uzunluğu BD'den uzun. Elbette doğru. Biz bu aytganimiz yo'q. AC bilan AB teng shundami? BD degan AB'ninki bir bo'ligi. Unda bo'lsa 4-chi tanlashma to'g'ri degan gap. Keyingi mazmun qarab boqaylik. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'lon beribdi shundami? 3 bo'lon ABC. Aslida qaraydigan bo'lsak nima debdi? A shundami? B bilan C'ning yig'indisidan kichik. Ya'ni bu A'ning uzunluğu shundami? B bilan C'ning yig'indisidan kichik. B'dan C'ni elib etganimning mutlaq qimmatidan cho'ng debdi. Unda biz buni qanday tushunamiz? Ya'ni bir 3 bo'londa shundami? Bir tarafning uzunluğu qolgan ikki tarafning yig'indisidan kichik. Bu ikki tarafningki farqidan cho'ng deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni biz bu birisini elib etib mutlaq qimmat qo'yganini qanday tushunsak bo'ladi? Farqi deb tushunsak bo'ladi. Unda bu alaylik asosan shundami? Bu savolga bir qarab boqaylik. Unda bo'lsa masalan bu yerda ABC deb bir 3 bo'lon bo'lgan shundami? 5 7 2x elangan 4. Unda bo'lsa x nechadan cho'ng nechadan kichik debdi. Unda bo'lsa ya'ni bu yerdagi bu alaylik asosan shundami? 2x elangan 4. 2x elangan 4 deganim bu ikkisining yig'indisini qanday bo'lish kerak? Kichik bo'lish kerak albatta. Ya'ni 12 dan kichik. Bu ikkisining farqidan cho'ng bo'lish kerak degan gap. Men 5 dan 7 ni elib mutlaq qimmat qo'ysam bo'ldi. Yoki 7 dan 5 ni elib mutlaq qimmat qo'ysakmi bo'ldi. Ya'ni mutlaq qimmat degan masalan bir takror qilib o'taylik. 2 ning minus 2 ning mutlaq qimmati 2 shundami? 2 ning mutlaq qimmati qanday? Yana 2. Bir musbat sonning sirtiga mutlaq qimmat qo'yib qo'yganning hech bir ma'nosi yo'qdi. Shundami? Manfiy son musbat bo'lib chiqadi. Unda bo'lsa bir takror qilib o'tgan bo'ldik. Buni qanday yechimiz? 2x elangan 4 shundami? 12 dan kichik. Anadagi minus 2 ning mutlaq qimmati 2. Unda bo'lsa bu tengsizlikka men 4 ni qo'shib o'tgan vaqtimda minus 4 yo'qolib ketdi shundami? Bu yer 16, bu yer 6 bo'lib ketdi. Bu tengsizlikni 2 ga bo'latsam-chi, x 8 dan kichik 3 dan cho'ng. Shundami? Javob chiqdi degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bo'lon beribdi shundami? x 6 11 kan 3 tarafninki uzunluğu. Unda o'zi nima debdi bu yerda? x musbat tabiiy son shundami? Unda o'zi bulon A bulon C dan cho'ng, bulon C bulon B dan cho'ng. Unda o'zi x ning alolaydigan barliq qimmatlarining to'plami deb tushunamiz. Qo'shib o'tgan ya'ni. Unda o'zi qaraydigan bo'lsak, masalan bu yerda bulon C bulon B'dan cho'ng bo'lsa, ya'ni bu bulon C bulon B'dan cho'ng bo'lsa, biz qanday bir xulosa chiqarib olaymiz? Bulon C bulon B'dan cho'ng bo'lganligi uchun bu x degan 6 dan cho'ng bo'lish kerak. Shundami? Ya'ni x 6 dan cho'ng degan gap. Unda o'zi masalan bulon A bulon C dan cho'ng bo'lsa, bulon A ning qarshi tarafi 11, shundami? Bulon C ning qarshi tarafi x dan cho'ng degan gap. Yani 11 x'ten cho'ng. Unda o'zi bir qarab boqaylik. 6 dan cho'ng, 11 dan kichik bo'lgan musbat tabiiy sonlar. Qaysi bor? 7, 8, 9, 10. Bularni qo'shib o'tgan vaqtimda 10 ga 9 ni qo'shsam 19, 8 ni qo'shsam 27, shunami? 7 ni qo'shsam 34 degan gap mana javob.
Keyingi mazmun qarab baqayli. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'lon bor ekan, shunami A B C deb, anandan keyin bu yerda bir bo'lonni bizga ifodalab ko'rsatib turibdi, shunami alfa deb. Astiga nima debdi? Alfa 90 gradusga teng bo'lganda, shunami bu yerdagi bu uzunlikning kvadrati B'ning kvadrati qo'shilgan C'ning kvadratiga qanday bo'lgan? Teng bo'lgan. Men bu yerga tik bo'lonliq 3 bo'londan birini chizib tayyorlab qo'ydim, shunami. Unda bo'lsa tik bo'lonliq, ya'ni bu bo'lon necha 90 gradus. Unda bo'lsa bunda bir tik bo'lonliq 3 bo'londa biz bu ikki tarafni, ya'ni bu taraf bilan qanday bu tarafni qanday deymiz? Tik bo'lonliq 3 bo'lonning tik tarafi deymiz. Buni yan tarafi deymiz. Unda bo'lsa tik bo'lonliq 3 bo'londa mushta bir alayda bir qonuniyat bor. Buni qat'iy unutib qolmaslik kerak. Ya'ni bu yan tarafning kvadrati bu ikki tik tarafning kvadratining yig'indisiga teng. Agar bu bo'lon 90 gradus shunami hozir. Agar 90 gradusdan cho'ng bo'lib ketgan vaqtda bu A'ning kvadrati B kvadrat qo'shilgan C kvadratdan cho'ng bo'lib ketadi. 90 gradusdan kichik bo'lib ketganda bu bo'lon shunami. Unda A kvadrat degan B kvadrat qo'shilgan C kvadratdan kichik bo'lib ketadi degan gap. Ya'ni mush yerdagi narsa shu. Unda bu alaylikka asosan biz bu ikki savolga bir qarab baqaylik. Birinchi savol qaraydigan bo'lsak, shunami ABC deb bir 3 bo'lon beribdi. Bu yerda bir bo'lon bor ekan. Shunami alfa deb 12, 16. Unda bo'lsa x nechidan cho'ng, nechidan kichik. Alfa 90 gradusdan kichik bo'lgan, shunami. Alfa 90 gradusdan kichik bo'lganda bu alfaning qarash tarafi, ya'ni bu yerdagi x kvadrat, shunami 12 ning kvadrati qo'shilgan 16 ning kvadratidan kichik bo'ldi. Unda esa x kvadrat degan 12 ning kvadrati 144, shunami 16 ning kvadrati 256 qo'shib etsam 400 dan kichik bo'ldi degan gap. X kvadrat 400 dan kichik degan gap, x necha 20 dan kichik. Unda esa x 20 dan kichik xalqan san bo'lsa bo'lamdi? Albatta bo'lmaydi. Ya'ni mushta bir 3 bo'londa shunami bu yerdagi x biz baytdan ko'rdik. Qanday bo'lish kerakda? 12 bilan 16 ning yig'indisidan cho'qim kichik bo'lish kerak. Ya'ni cho'qim 28 dan kichik bo'lish kerak. Bu ikkisining farqidan cho'qim cho'ng bo'lish kerak deb biz ikkinchi qonuniyatda ko'rdik, shunami alaylikda. 12 dan 16 ni ilib etsam -4, -4 ning mutlaq qiymati necha? 4 bo'ldi. Ya'ni buningga mu favqulodda diqqat qilish kerak. Unda bo'lsa x 20 dan kichik, x necha? 4 dan cho'ng bo'lish kerak deb, ya'ni biz bu xil shaklda qanday elib olamiz x ning qiymatini, shundami? Keyingi savol qarab baqaylik. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bo'lon bor ekan, shunami? Bu yerda 90 gradus debdi. Ya'ni tik bo'lonliq 3 bo'lon ekan bu. Unda bo'lsa x nechidan cho'ng, nechidan kichik debdi. Biz oldi bilan, ya'ni bu yerdagi x bor ekan, shunami? BCD degan bu 3 bo'longa bir qaraylik. Bu yerda masalan bu bo'lonni men beta deb olay. Bu beta 90 ga tengmi, 90 dan cho'ngmi yoki kichikmi? Qanday hesaplaymiz? Bu yerdagi bu bo'lonni men B desam, bu yerdagi bu bo'lonni biz C desak, biz buni oldingi soat darsimizda ko'rgan to'xnama. Biz buni qanday kepinak yoki bir leg deb oldik. Bunda bo'lsa bu yerdagi beta degan nimaga tengdi? Bu bo'longa shunama, ya'ni 90 gradusga qanday bu bo'lonni qo'shayotganga tengdi. Unda bo'lsa men 90 gradusga bu ikki bo'lonni qo'shsam, albatta beta degan necha? 90 gradusdan cho'ng bir bo'lon chiqadi. Shunami? 90 gradusdan cho'ng bo'lgan vaqtda bu yerdagi x ning kvadrati degani 6 ning kvadrati qo'shilgan 8 ning kvadratidan cho'ng. Ya'ni x ning kvadrati shunami? 36 qo'shilgan 64 necha? 100 dan cho'ng. Unda bo'lsa x 10 dan cho'ng degan gap. Masalan x 10 dan cho'ng, masalan x 100 200 bo'lib kelsa bo'lamda? Albatta bo'lmaydi. Ya'ni bu yerdagi bu uzunlik bilan bu uzunlikning yig'indisi shunami? Cho'qim bu x dan cho'ng bo'lish kerak. Unda bo'lsa yana 14 6 qo'shilgan 8 14 x dan cho'ng bo'lish kerak. Unda bo'lsa x 14 dan kichik bo'lish kerak degan gap, ya'ni. Unda bo'lsa x qanday? 14 dan kichik, 10 dan cho'ng degan gap, shunami? Unda bo'lsa qayta bir yozib olay. 14 dan kichik, 10 dan cho'ng. Mana javob. Keyingi mazmun qarab baqaylik. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'lon beribdi, shunami? 3 bo'lon ABC. Unda bo'lsa, yana qaraydigan bo'lsak, BE bilan EC ninki uzunligi birisi-birisiga teng debdi. Ya'ni E degan bu nuqta amaliyotda BC ninki tam o'ttirisi, shunami? Andan keyin bu yerdagi E bilan A ni tutashtiribdi, shunami? Bu uzunlikni x debdi. Unda o'z x ning bu yerda bir munosabatini beribdi. Ya'ni x qanday ekan? X degan A bilan B ni qo'shib 2 ga bo'lgandan kichik, shunami? A bilan B ning farqini 2 ga bo'lgandan cho'ng ekan. Nima uchun bunday bo'ldi? Unda bo'lsa biz buning navbatda bir isbotini chiqarib baqaylik. Unda bo'lsa buning isbotini biz qanday chiqaramiz? Men qanday qilmay bu yerdagi AB bilan AC ga parallel bo'lgan chiziqlarni sizib olaman. Ya'ni parallel chiziqlarni qanday sizib to'qishnamu? Bu yerda AC ning ustiga qo'yamiz, anadan keyin osti-usti yurishtirish orqali parallel chiziq sizib to'qishnamu? Unda B dan o'tkazamiz va parallel chiziq chizamiz degan gap. Mana
Növbətdə AB'ye paralel bo'lgan chiziqdan birini sizib olaylik. Shunami, qanday sizimiz? Yana AB'nin ustiga qo'ydim. Shunami, anandan yurishtirimiz muşta. Anandan C'den o'tkazimiz. Mana unda bo'lsa, bu yerdan bir tal chiziq tortib oldim degan gap. Unda bo'lsa, men buni qanday AB bu yerga G harfi deb olay. Yani A, B, G, C. Bu A, B, G, C bu to'rt taraflikning bo'ldi. Amaliyotda parallel to'rt taraflik bo'ldi. Undaqda biz parallel to'rt taraflik bilan bir tunishib chiqaylik. Men oldi bilan bir parallel to'rt taraflik sizay. Masalan, men 2 dan tortib 7 gacha shunami. Masalan, 5 santlik qilib olay uzunligini. Mana. Anandan keyin men buni ostiga yurishtirdim. Shunami, men buni yurishtirgandan keyin parallel chiziqlarni siza olayman. Ostiga tushadim. Anandan keyin bu yana qanday qilmayman 5 sant qilay. Yani 0 dan boshladim. 0 dan boshlab 5 gacha. Men buni sizib bo'lgandan keyin, shunami, anandan keyin bu ikki nuqtani qanday qilmaymiz? Tutashtiramiz. Buni tutashtirdim. Anandan keyin bu yana tutashtirib oldim. Anandan keyin men buni tutashtirib bo'lgandan keyin men buni parallel A B C D deb olay. Yani muşta bir to'rt taraflikni biz nima deymiz? Parallel to'rt taraflik A B C D deymiz. Unda olsa bu parallel to'rt taraflikning bir qancha tal alaylığı var. Biz bir qarab boqaylik. Men bu yerdagi ikki bujikini shunami, yani A C'ni birisi-birisiga tutashtirgan vaqtida, anandan keyin B D'ni birisi-birisiga muşta bir tutashtiraylik oldi bilan shunami. Tutashtirgan vaqtida bu yerda nima bo'ldi? Qaraydigan bo'lsak, bu kesishgan nuqtani E deb oldik. Unda bo'lsa bu yerdagi DE ning uzunligi BE ning uzunligiga teng bo'ldi. AE ning uzunligi bu uzunlik shunami, bu yerdagi EC ning uzunligi, ya'ni bu yerga teng bo'ldi. Uningdan sırt bu yerdagi AB bilan nima bo'ldi? Bu yerdagi CD degan parallel shunami, anandan keyin bu yerdagi AD degan bu tuz chiziq bilan BC degan bu tuz chiziq qanday bo'ldi? Parallel bo'ldi. Parallel bo'lib qolmay AB ning uzunligi CD ga teng, BC ning uzunligi qanday AD ga teng bo'ldi. Ya'ni bu parallel to'rt taraflikning qanday alayliklari. Men bu yerdan bu shaklni parallel to'rt taraflik dedim shunami. Unda bo'lsa biz yana nima bo'ldi? Bu yerdagi A, G ni mushta tutashtirgan vaqtimda qanday bo'lib ketdi? Üstü bu ya x bo'lsa, bu ya mu x bo'ldi. Ha, unda bo'lsa, masalan, buning uzunligi 2x bo'ldi shunami. Biz bu 3 bo'longa bir qarab boqaylik. A, B, G degan bu 3 bo'longa. Masalan, bu ya B bo'lsa, bu ya mu tegimi B bo'ldi shunami, buning uzunligi. Biz bu yerda nima dedik? Bir 3 bo'londa shunami, bu bir tarafning uzunligi, bu ikki tarafning uzunligininki qanday yig'indisidan qanday bo'ldi? Kichik bo'ldi dedim. Yana bu yerda bu x qo'shilgan x 2x shunami, A qo'shilgan B dan kichik. A qo'shilgan B'nin kichik ve A elingan B'nin, yani bu ikkisininki farqidan cho'ng bo'ldi dedik. Unda bu tengsizlikni 2 ga bo'lgan vaqtimizda, yani x qanday bo'ldi? A qo'shilgan B'ni 2 ga bo'lganimdan kichik shunami, unda bo'lsa A bilan B'ning farqini 2 ga bo'layotganimdan cho'ng bo'ldi degan gap. Mana biz ustidagi buni isbotlab oldik. Shunami, yani isbotini chiqarib oldik degan gap. Unda bo'lsa, bu munosabatga asosan bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Shunami, nima debdi? ABC deb mishda bir 3 bo'lon bor ekan, BD ning uzunligi bilan CD ning uzunligi birisi-birisiga teng ekan. Unda bo'lsa, bu yerdagi x nechadan cho'ng, nechadan kichik bo'ldi debdi. Biz buni isbotlab bo'lgandan keyin bu formulani akilib ishlasak bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi x deganim shundami, bu ikkisining yig'indisini 2 ga bo'layotganimdan kichik, ya'ni 8 ni 2 ga bo'layotganimdan kichik shunami, bu ikkisining farqi. Shunami, 3 elingan 5 ning farqini 2 ga bo'layotganimdan cho'ng. Unda bo'lsa x degan 4 dan kichik, 1 dan cho'ng degan gap javob chiqdi. Mana shundami? Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb yana bir to'p 3 bo'lon bor ekan shundami? BD ning uzunligi bilan CD ning uzunligi birisi-birisiga teng debdi 6 8. Bu yerda yana muhim bir shartni beribdi. A degan bu bo'lon 90 gradusdan cho'ng debdi. Unda o'zi biz oldi bilan buni masalan 90 gradus deb faraz qilaylik, nima ish bo'lgan. Bu 90 gradus bo'lganda BC, ya'ni buning uzunligining kvadrati shundami? 6 ning kvadratiga 8 ning kvadratini qo'shganga teng bo'ldi. Unda bo'lsa, yana nima degan gap? Men bu uzunlikni A desam shunami, A ning kvadrati teng 6 ning kvadrati qo'shilgan 8 ning kvadrati. 6 ning kvadrati qo'shilgan 8 ning kvadrati teng 100. Unda bo'lsa A teng 10 degan gap. Ya'ni bu uzunlik 10 bo'lgan. Uni o'ttirdan 2 ga bo'lgan vaqtimda bu ya 5, bu ya 5 bo'ldi. Shunami? Ya'ni tik bo'lonliq 3 bo'londa shunami, yon tarafning o'ttirisidan bo'lsam, unda bo'lsa A D ni tutashtirgan vaqtimda bu ya mu qanday bo'ldi? 5 volt degan gap, yani bu yermi 5 volt. Lekin bu nima debdi? A 90 gradusdan cho'ng debdi. Unda bo'lsa, bu yerdagi A 90 gradusdan cho'ng bo'lgan vaqtda bu yerdagi x qanday bo'ldi? Mutlaq va mutlaq qanday bo'lish kerak?
x degan 5'ten kichik bo'lishi kerak. Lekin bu savolda bizga qanda bu yerdagi bulon a'ni 90 gradus deb bermabdi. 90 gradusdan cho'ng bo'ldi ekan. Unda bo'lsa bu bulon yana 90 gradusdan cho'ng bo'lganda bu yerninki uzunligining kvadrati 6 ning kvadrati qo'shilgan 8 ning kvadratidan cho'ng bo'ldi. Shundami? Yana a ning kvadrati deganim 6 ning kvadrati qo'shilgan 8 ning kvadratidan cho'ng bo'ldi. Unda bo'lsa a degan 10 dan cho'ng bo'ldi degan gap. Bu yerdagi bu uzunlik 10 dan cho'ng bo'lsa, buni o'ttirisini 2 ga bo'lsam, ya'ni bu uzunlik qanday bo'ldi? 5 dan cho'ng bo'ladi. Unda biz 5 dan cho'ng bo'lish kerak bu uzunlik shunami? Masalan, bu ikkisining yig'indisi cho'qim va cho'qim 6 dan cho'ng bo'lish kerak. Unda bo'lsa bu yerdagi x cho'qim va cho'qim 1 dan cho'ng bo'lish kerak. Ya'ni eng oxirgi javob x 1 dan cho'ng 5 dan kichik. x 5 dan kichik 1 dan cho'ng. Keyingi betga qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bilan berib turishnami? 3 bilan a, b, c. Bu tarafning uzunligi a, buning uzunligi b shunami? Andan keyin buning uzunligi x debdi. Unda bo'lsa bu 3 bilanning ichiga qaraydigan bo'lsak, d deb bir nuqta qo'yapti, shunami? Andan keyin bu nuqta bilan b ni tutashtiribdi, bu uzunlik c, d bilan c ni tutashtiribdi, bu uzunlik d ekan. Nima debdi bu yerda? Bu yerdagi c bilan d ning yig'indisi, shunami? X dan cho'ng debdi. Nima degan gap? Biz buni baytdan ko'rib bo'ldik shunami? Mushta bir tal 3 bo'londa ikki tarafning yig'indisi, shunami? Uzunligining yig'indisi uchinchi bir tarafdan qanday bo'lish kerak? Cho'qim cho'ng bo'lish kerak. Andan keyin yana nima debdi? C qo'shilgan D, shunami? A qo'shilgan B dan kichik bo'lish kerak. Ya'ni C qo'shilgan D, shunami? A qo'shilgan B dan kichik bo'lish kerak. Mushta 3 bo'lonniki ichida bo'lganlik uchun. Undaqda bu munosabatga asosan biz bu ikki savolni bir ishlab boqaylik. Masalan, bu savol qaraydigan bo'lsak, A, B, C shunami? Ya'ni shunga o'xshashgan. Unda bo'lsa bu yerda x qo'shilgan 4, ya'ni x qo'shilgan 2 qo'shilgan 4. Bu ikkisining yig'indisi qanday bo'lishi kerak? Bu yerdagi 7 dan cho'ng bo'lishi kerak, shunami? 3 qo'shilgan 7 dan qanday bo'lishi kerak? Kichik bo'lishi kerak. Ya'ni 10 dan kichik bo'lishi kerak degan gap. Unda bo'lsa x qo'shilgan 6 10 dan kichik, 7 dan cho'ng. Unda bo'lsa bu tengsizlikning oldi keyindan 6 ni elib o'tgan vaqtida x 4 dan kichik 1 dan cho'ng. Mana javob chiqdi degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, a, b, c deb bu yerda bir 3 bilan bor ekan shunami? Nima debdi? X degan butun son x ninki eng cho'ng qimmati debdi. Unda bo'lsa biz yana bu yerda d degan bu nuqta shunami? Bu 3 bilanninki ichida bo'lganlik uchun 7 qo'shilgan x nimadan kichik bo'lishi kerak? 8 bilan 10 ning yig'indisi, ya'ni 18 dan kichik bo'lishi kerak. Unda bo'lsa bu tengsizlikning oldi keyindan 7 ni elib olsam shunami? X degan 11 dan kichik. X nima deb degan? X degan butun son. 11 dan kichik bo'lgan butun sonlarning ichidagi eng cho'ngi necha bo'ldi? 10 bo'ladi. Keyingi betga qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bilan berib turishnami? 3 bilan A, B, C, andan keyincha bu 3 bilanning ichida bir nuqta qo'yib turishnami? D deb. D bilan A, B, C bu 3 nuqtani qanday tutashtiribdi? Unda bo'lsa bu uzunlik x, bu uzunlik y shunami? Bu uzunlik z ekan. Andan keyin nima debdi? Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bir qoida berib turishnami? Ya'ni ch degan chevra degan gap, shunami? Chevrasi degan nima degan gap? Aylanma uzunligi. Unda bo'lsa bu 3 bilanning aylanma uzunligi nimaga teng bo'ldi? A qo'shilgan shunami? A qo'shilgan B qo'shilgan C. A qo'shilgan B qo'shilgan C ga teng bo'ldi albatta. Andan keyin buni bu yerda 2 yo'g'i teng deyapti. Andan keyin yana qaraydigan bo'lsak, x qo'shilgan y qo'shilgan z shunami? Unda bo'lsa x qo'shilgan y qo'shilgan z u-dan cho'ng, 2 u-dan kichik debdi. Men buni boshqacha bir ifodalab yozay. Ya'ni x qo'shilgan y qo'shilgan z degan 2 u bu yerda nima degan gap? A qo'shilgan B qo'shilgan shunami? A qo'shilgan B qo'shilgan C dan kichik. Unda bo'lsa 2u degan A, B, C ning yig'indisi bo'lsa, u degancha A qo'shilgan B qo'shilgan C ni 2 ga bo'lganga teng. Unda bo'lsa men buni boshqacha bir bayon qilsam shundami? Ya'ni masalan, mushta bir 3 bilanning ichida bir nuqta bo'lsa, andan keyin buni A, B, C bilan tutashtirgan vaqtimda bu yerdan chiqqan x, y, z ninki, ya'ni bu 3 chiziqniki uzunligi qanday bo'lgan? Bu 3 chiziqniki uzunligining yig'indisi shundami? Bu 3 bilanninki aylanma uzunligidan kichik, bu 3 bilanning aylanma uzunligining yarimidan cho'ng degan gap. Unda bo'lsa, navbatda biz buning bir isbotini chiqarib boqaylik. Unda bo'lsa, masalan, bu yerdagi B, C, D bu aslidagi bu 3 bilanga qarasak, shundami? Unda bu yerdagi A nimadan kichik bo'ldi? X qo'shilgan y dan kichik bo'ldi. Bu 3 bilanga qaraydigan bo'lsak, shundami? Bu C nimadan kichik bo'ldi? X qo'shilgan z dan kichik bo'ldi. Bu 3 bilanga qaraydigan bo'lsak, shundami? Bu B nimadan kichik bo'ldi? B degan y qo'shilgan z dan kichik bo'ldi. Bu yerda 3 tal tengsizlik chiqdi shundami? Unda bu tengsizlikni sol tarafni o'zaro, o'ng tarafni o'zaro qo'shib o'tgan vaqtimda A qo'shilgan B qo'shilgan C
nimadan kichik? 2x qo'shilgan 2y qo'shilgan 2z dan kichik bo'ldi. Men bu tengsizlikni 2 ga bo'larsam oldi keynini, shundaymi? A qo'shilgan b qo'shilgan c bo'lingan 2 nimadan kichik? X qo'shilgan y qo'shilgan z dan kichik. Unda o'zi qaraydigan bo'lsak, men buningki sol tarafi bu qismini isbotini chiqarib oldim. Shundaymi? Yana qarab taqayilunda olsa, biz masalan oldida bir qoida ko'rdik, shundaymi? Mushta bir tal 3 bo'lon bo'lsa, uning ichida bir nuqta bo'lsa, x bilan y ning yig'indisi bu yerdagi b bilan c ning yig'indisidan kichik bo'ldi deb. Ya'ni bu yerdagi x qo'shilgan y nimadan kichik bo'ldi? B qo'shilgan C dan kichik bo'ldi, shundaymi? Unda o'zi masalan x qo'shilgan z degan b qo'shilgan a dan kichik bo'ldi. Ya'ni x qo'shilgan z degan ya'ni a qo'shilgan b dan x qo'shilgan z, undan keyin y qo'shilgan z degancha y qo'shilgan z, shundaymi? Nimadan kichik bo'ldi? Y qo'shilgan z degan a qo'shilgan c dan kichik bo'ldi. A qo'shilgan c. Unda o'zi bu 3 tal tengsizlikning sol tarafini, o'ng tarafini o'zaro qo'shib o'tgan vaqtda, shundaymi? Bir yig'inchoqlaylik. 2x qo'shilgan 2y qo'shilgan 2z nimadan kichik? 2a qo'shilgan 2b qo'shilgan 2c dan kichik bo'ldi. Bu tengsizlikni oldi keyin 2 ga bo'larsam, x qo'shilgan y qo'shilgan z, shundaymi? A qo'shilgan b qo'shilgan c dan kichik bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa bu yana nima? Bu o'ng qisminingki isboti. Shundaymi? Undaqda bu munosabatga asosan bu ikki savolga bir qarab boqaylik. Yana bu yerdagi 3, 4, 5 ning yig'indisi bu 3 bo'lonninki aylanma uzunligidan kichik bo'lishi kerak, shundaymi? 3, 4, 5 ning yig'indisi necha bo'ldi? 12 nimadan kichik bo'lishi kerak? X qo'shilgan y qo'shilgan z dan kichik bo'lishi kerak. Nima debdi bu yerda? X qo'shilgan y qo'shilgan z degan butun son, shundaymi? Unda bo'lsa eng kichik qiymati, ya'ni 12 dan cho'ng bo'lgan butun sonlarning ichidagi eng kichik butun son necha bo'ldi? Unda bo'lsa 13 degan gap javobdan 13, shundaymi? Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lon bor ekan, shundaymi? 3 bo'lon a b c debdi. Andan keyin yana bu yerdagi o'xshash. Unda bo'lsa a qo'shilgan b qo'shilgan c qanday butun son debdi. Avval men buni bir chiqarib olay, shundaymi? Yana bu yerda a qo'shilgan b qo'shilgan c qanday bo'ldi? Bu 3 bo'lonniki aylanma uzunligidan kichik bo'ldi. Unda bo'lsa aylanma uzunlik degan 8 ilingan x qo'shuvtimiz, shundaymi? 2x ilingan 4 qo'shuvtimiz, shundaymi? 10 ilingan x. Unda buni bir yig'inchoqlaylik. A qo'shilgan b qo'shilgan c nimadan kichik? Minus x dan minus x ni olsam minus 2x, 2x ni qo'shsam yo'qolib ketdi. 8 dan 4 ni olsam 4, 10 ni qo'shsamcha 14 degan gap, shundaymi? Undaqda qaraydigan bo'lsak, a qo'shilgan b qo'shilgan c ning yig'indisi qanday? 14 dan kichikkan. A qo'shilgan b qo'shilgan c butun son. Ya'ni 14 dan kichik bo'lgan butun sonlarning ichidagi eng cho'ngi necha bo'ldi? 13 degan gap. Keyingi betga qarab boqaylik olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B, C, D deb bir to'rt taraflikni beribdi, shundaymi? Unda o'z tafsillarga qarab boqaylik. A, F, shundaymi? A, F, F, J ga teng bo'ldi. Ya'ni F, J ga teng bo'ldi. Unda bo'lsa, ya'ni bu uzunlikqa teng kelishdimi? F degan A, J ninki o'rtasidagi bir nuqta degan gap. Unda bo'lsa B, E degan E, D ga teng. Qani B, E degan E, D ga teng, shundaymi? E degan B, D ning o'rtasidagi bir nuqta. Unda bo'lsa, bu yerda X, qani X da mishada bir tal 3 bilan hosil bo'libdi, shundaymi? X bu A, B ning farqini 2 ga bo'lgandan cho'ng, A, B ning yig'indisini 2 ga bo'lgandan kichik debdi. Unda bo'lsa, biz buni qarashdan burun bu yerda men bir tal 3 bilan sizib tayyor qo'ydim. Bu yerga bir qarab boqaylik. Unda qaraydigan bo'lsak, bu yerda 3 bilan A, B, C, shundaymi? Unda bo'lsa, men bu yerdagi A, B ning o'rtasidan bir nuqtani qo'yib oldim, E deb. Unda bo'lsa, B, C ning o'rtasidan bir nuqtani tepib oldim, F deb. Men bu E bilan F ni tutashtirdim. Tutashtirgandan keyin bu yerda E, F deb bir chiziq chiqdi, shundaymi? Bu chiziq nima bo'ldi? Bu 3 bo'lonningki markaz chiziqi bo'ldi. Bu chiziq nihoyatda cho'ng, nihoyatda muhim bir rol o'ynaydi. Ya'ni EF degan bu chiziqningki alohidaligi mushu. EF qanday bo'ldi? Ostidagi AC ga parallel bo'ladi va uningdan sirt, shundaymi? EF ning uzunligi ostidagi AC ning uzunligininki 2 dan 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni buningga favqulodda diqqat qilish kerak. Unda o'zi qaraydigan bo'lsak, masalan, bu nuqta, shundaymi? Bu chiziqning yarmi o'rtasida, unda o'zi bu nuqtami qanday? Bu chiziqning o'rtasida bo'lgan keyin, bu yerdagi bu chiziq, shundaymi? GE degan bu chiziq nima bo'ldi? Bu 3 bo'lon A, B, D ningki markaz chiziqi bo'ldi. Bu yerdagi A, B ga parallel, ham bu yerdagi A, bu uzunlikninki qanday? Yarmi. Shunlashqa 2 dan A bo'ldi. Yana qaraydigan bo'lsak, G degan shunami? A, D ninki o'rtasida, unda F degan mu A, C ninki o'rtasida. Unda bo'lsa, G, F degan bu chiziq qanday bo'ldi?
ACD degan bu 3 bo'lonninki markaz siziqi bo'ldi. Qanday alayligi bor? GF degan CD'ga, ya'ni buningga parallel va buning yarimiga teng. Unda bo'lsa bu uzunlik B bo'lsa, bu uzunlik 2 dan B ga teng bo'ldi. Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'lon shakllandi shunama E G, F deydigan. Unda bu 3 bo'londagi, ya'ni bu yerdagi E, F'ning uzunligini x deb olsam, bu x qanday bo'ldi? Bu ikkisining yig'indisidan kichik bo'ldi albatta, shunama. Ya'ni 2 dan A ga 2 dan B ni qo'shsam, mush narsa chiqdi. Ya'ni buningdan kichik bo'ldi va bu ikkisining farqidan qanday bo'ldi? Cho'ng bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa, bu alaylikka asosan biz bu yerdagi ikki tal sonini bir ishlab boqaylik. Bu yerda A, B, C, D deb bir to'rt taraflik bo'lgan ishlama. A, F, F, C ga teng debdi. Ya'ni A, F, F, C dey. Bu ikkisi teng ekan. Unda bo'lsa, F degan, ya'ni bu uzunlikniki qanday tam o'rtasida degan gap. Bizga bu grafikni toza o'lchamlik sizib bermabdi shunama. Apple qilib o'taylik. Unda bo'lsa B, I ning uzunligi. Qani, B, I ning uzunligi E, D ga teng. E, D ga teng. Shunama. Unda bo'lsa I degan bu siziqniki o'rtasida deb qaraymiz. Unda bo'lsa, masalan, men A, D ning o'rtasidan bir nuqtani tepib olsam, masalan, men buni qanday qilib aytqiday? G deb olay. Ondan keyin men G bilan E ni tutashtirgan vaqtimda, shunama, ya'ni bu siziqning o'rtasida E bor, bu siziqning o'rtasida G bor. Unda bo'lsa, men buni tutashtirgan vaqtimda bu siziq nima bo'ldi? A, B, D degan bu 3 bo'lonniki markaz siziqi bo'ldi. Bu markaz siziq qanday? Buning bilan parallel shunama, bu 4 ning yarimiga teng. Ya'ni bu yer 2 degan gap. Unda bo'lsa, o'xshash bir shaklda, ya'ni A, D ning o'rtasidagi nuqta G bilan A, C ning o'rtasidagi nuqta F ni tutashtirgan vaqtimda shunama, bu yerdan bir tal markaz siziq chiqdi. Nimaning markaz siziqi bo'ldi? A, C, D degan bu 3 bo'lonniki markaz siziqi. Unda bu markaz siziq tegidagi CD bilan parallel ham CD ningki yarimiga teng. Ya'ni bu yer 4 degan gap. Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu yerda shakllangan E, G, F degan bu 3 bo'lonniki, ya'ni bu taraf x ekan shunama. X nimaga teng unda bo'lsa, x degan 4 bilan 2 ningki yig'indisidan kichik shunama, ya'ni 6 dan kichik. Bu ikkisining farqidan cho'ng bo'ladi degan gap. Ya'ni 2 bilan 4 ning farqi necha bo'ldi? -2 ningki mutlaq qiymati desammi bo'ladi yoki 2 deb olsammi bo'ladi. Ya'ni eng oxirisida javob x 6 dan kichik, 2 dan cho'ng. Mana. Keyingi savol qarab boqaylik. Bu yerda A, B, C, D deb bir to'rt taraflik bo'lgan ishlanma B, F, F D ga teng debdi. Qani, B, F, F D ga teng. Unda bo'lsa bu o'rtadagi nuqta ishlanma. Unda bo'lsa A, E, E, C ga teng. A, E, E, C ga teng. Unda bo'lsa bu o'rtadagi nuqta ekan. Masalan, men xohlagan bir tarafdan ishlanma. Masalan, CD ning o'rtasidan bir nuqtani tepib olay. Masalan, buni G deb olaylik. Andan keyin qanday qilaman? Bu ikkisini shunda bir tutashtirdim. Bu ikkisini shunda bir tutashtirdim. Ishlanma. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, masalan, bu 3 bo'longa qarab boqaylik boshda. Bu nuqta shunama, bu siziqning o'rtasi, bu nuqta bu siziqning o'rtasi. Unda bo'lsa, bu siziq shunama FG degan bu siziq, ya'ni bu 3 bo'lonniki markaz siziqi. Qanday alayligi bor? Bu ikki siziq parallel. Bu siziqning uzunligi bu siziqning yarimiga teng. Unda bo'lsa bu yer 3. Unda biz qaraydigan bo'lsak, AC ning o'rtasi E shunama, andan keyin bu yerdagi CD ningki o'rtasi qanday? G. Unda bo'lsa bu siziq shunama, bu 3 bo'lonniki markaz siziqi, bu 8 ningki yarimiga teng. Unda bo'lsa bu yer 4. Navbatda bu yerdagi x nechadan cho'ng, nechadan kichik bo'lish kerak debdi. X albatta bu ikkisining yig'indisidan kichik bo'lish kerak, shunama 7 dan kichik bo'lish kerak. Bu ikkisining farqidan cho'ng bo'lish kerak, ya'ni 1 dan cho'ng bo'lish kerak degan gap mana. Keyingi betga qarab boqaylik. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lon bo'lgan ishlanma A, B, C deb. Andan keyin bu yerdagi bo'lonni ko'rsatib beribdi, alfa debdi. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bizga bu yerda, ya'ni bu degan bu alfa degan bo'lonning qarshi tarafidagi bu uzunlik shunama A nimaga teng bo'lgan? A ning kvadrati teng shunama B ning kvadrati qo'shilgan C ning kvadrati ilingan 2 ko'paytirilgan B ko'paytirilgan C ko'paytirilgan kosin alfa debdi. Kosin, sin, tangent, kotangent bular 3 bo'lonliq funksiyalarningki tarmog'i. Shundami? Unda bo'lsa biz bularni matematikada 3 bo'lonliq funksiya, ya'ni trigonometriyani o'rgangan vaqtda tafsil o'rganamiz. Masalan, biz yana bir tal o'rnak olaylik. Men bu bo'lonni beta deb olay. Unda bo'lsa, bu bo'lon beta bo'lsa, shundami? Unda bo'lsa bu yerdagi B kvadrat degan nimaga teng bo'ldi? B kvadrat deganim shundami? Bu yerdagi A kvadrat qo'shilgan C kvadrat ilingan. Unda bo'lsa 2AC ko'paytirilgan kosin beta degan gap. Unda bo'lsa taylig'in buni yozaylik. Shunami? Bu bo'lonni masalan sita desam. Unda bo'lsa bu sitaning qarshi tarafi, ya'ni C kvadrat teng A kvadrat qo'shilgan B kvadrat ilingan 2AB shunami? Ko'paytirilgan
bu yerdeki cosine sita degan gap. Unda o'zi qaraydigan bo'lsak, bu yerga cosine 30 gradus teng 2 dan qanda kök altı 3 debdi. Cosine 45 gradus teng 2 dan kök altı 2 debdi. Cosine 60 gradus teng 2 dan 1 debdi. Biz bunun bu qiymatning qanday chiqib qolganligini hozir so'zlamaymiz. Matematikada so'zlaymiz. Shundami? Unda bo'lsa, men bu yerga yana kitobda faqat bu 3 qiymatni o'ldiribdi. Men yana 3 ta qiymat qo'shib qo'yay. Unda bo'lsa, masalan, cosine 150 gradus necha bo'ldi? Minus 2 kök altı 3 bo'ldi. Unda bo'lsa, masalan, cosine 135 gradus necha bo'ldi? Minus 2 dan kök altı 2 bo'ldi. Cosine qanda 120 gradus deganim minus 2 dan 1 bo'ldi. Qanday yodlaymiz? 60 bilan 120'ning yig'indisi 180, 45 bilan 135'ning yig'indisi 180, 30 bilan 150'ning yig'indisi 180 shunami. Bu yer plus bo'lsa minus minus bo'lgan. Biz buni kosinus teorem deymiz turkchada shunami. Uyg'urchada kosinus teorema deydi. Unda bo'lsa bu kosinus teoremga asosan bu ikki tal savolni bir ishlab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak ABC deb mushta bir 3 bilan biribdi shunami. X degan butun son, bu yerdagi bulon B shunami 30 gradusdan cho'ng debdi. Men buni 30 gradus deb faraz qilib ishlagashtiray. Unda bo'lsa bu yerdagi x nimaga teng bo'ldi? X ning kvadrati teng 6 ning kvadrati qo'shilgan 6 kök 6 3 ning kvadrati ilingan shunami 2 ko'paytirilgan bu ikkisiniki ko'paytmasi. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 6 kök 6 3 ko'paytirilgan nima? Cosine 30 gradus. Cosine 30 gradus degan necha? 2 dan kök 6 3. Unda bo'lsa buni bir yig'inchoqlaylik. X kvadrat teng shunami 36 6 kök 6 3 ning kvadrati necha bo'ldi? 6 kere 6 36 3'ünü köpəysəm şundamı 108 elanğan 2 kere 6 12 şundamı. Onda olsa bu yani bir qısqıramdı, əlbəttə qısqıraydı. Ben bu yerdeki 6 bilen 2'ni qısqartıb etsəm şundamı bu yerde 1 bu yerde 3 qaldı. Kök 6 3 kök 6 3'ünü köpəysəm 3 bo'lib ketdi. 3 3'ünü köpəysəm neçə? 9. Onda olsa x kvadrat teng şundamı 144 elanğan 12'ni 9 köpəysəm 108 x kvadrat teng 36 degan gap. Növbətdə biz bir narsaga diqqət qılaylik. Bu yerdeki bu bulonu şunamı 30 gradus deməpdikan. 30 gradusdan çoğ depdikan. Eğer bu bulon 30 gradusdan çoğ bo'lganaqda x əlbəttə qanday bo'ldi? Yani x'nin kvadratı əlbəttə 36'dan çoğ bo'ldi. X qanda 6'dan çoğ bo'ldi degan gap. X 6'dan çoğ x degan bütün son. Unda olsa x'nin eng kichik qiymati necha bo'lishi kerak? Əlbəttə 7 bo'lishi kerak. Şunama 6'dan çoğ bo'lgan bütün sonlarning ichidagi eng kichigi 7. Keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak ABC deb bir 3 bilan biribdi shunama. Unda bo'lsa bu x ekan. Ya'ni bulon B 60 gradusdan kichik bo'lgan vaqtda x nechadan cho'ng nechadan kichik debdi. Avval bir x ni 60 gradus deb faraz qilib bir ishlab chiqaraylik shunama. Masalan x ning kvadrati nimaga teng bo'ldi? Bu ikkisining kvadratining yig'indisi shunama 8 kvadrat qo'shilgan 5 kvadrat elingan 2 köpəytilgan 5 köpəytilgan 8 şunama cosine bu bulonğa köpəytimiz cosine 60 gradus. Onda olsa bir yığınçaqlasam şunama 8'nin kvadratı 64 qoşulğan bu yerdeki 25 elanğan 5 kere 8 42 köpəysəm 80 şunama cosine 60 gradus mana 2'den 1 köpəytimiz 2'den 1. Onda olsa x kvadrat deganim şunama 64'ga 25'ni qo'shab şunama 50'imiz 40'ni. Onda olsa bunun ikisini elvetsem x kvadrattan 49 çıktı. Şunama bir narsaga diqqat qilaylik. Ben bu yerdeki bu bulonni 60 gradus deb aldım şunama yuqorida. Nima debdikan bu 60'dan kichik bo'ldi debdi. Ya'ni bu bulon 60'dan kichik bo'lganlikda x ning kvadratimi 49'dan qanday bo'ldi? Kichik bo'ladi. Unda olsa x degan bu 7'dan kichik degan gap. Undaqda bu yerdeki x 7'den kichik bo'lgan barliq sonlarga teng bo'lsa bo'lamdi? Albatta, undaq emas shunama. Ya'ni bu yerdeki x qanday 7'den kichik bo'lish kerak ekan, shunama bu shartga asosan yana qanday bo'lish kerak? Bu 5 bilan 8 ning farqidan, ya'ni bu ikki tarafning farqidan cho'ng bo'lish kerak. Ya'ni 3 dan cho'ng bo'lish kerak degan gap. Eng oxirgi javob x 3 dan cho'ng 7'den kichik. X 7'den kichik 3'dan cho'ng shunama. Keyingi betga qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bilan biribdi shunama 3 bilan ABC. Anandagi nima debdi? Bulon A bulon B'dan cho'ng, bulon B bulon C'dan cho'ng. Undaq bo'lsa A B'dan cho'ng, B C'dan cho'ng debdi. Biz buni birinchi alaydilikda ko'rdik shunama. Ya'ni bir 3 bulonning ichki bulon yig'indisi 180 gradus. Bu 3 bulonning ichida qaysi bulon eng cho'ng bo'lsa, shu bulonning qarshi tarafdagi uzunlik
en uzun buldu. Şunama. Unda olsa bu yerdeki HA, HB'den kichik, HC'den kichik degan şu. Yani H degan yükseklik debdi şunama. Yani egizlik. Unda olsa mesela bir 3 bulonun egizligini qanday sizib olamiz? Egizlik degan albatta qanday cho'qqisidan pastga tik tushadi şunama. Mesela bu yer qaraydigan bo'lsak, bu bir 90 graduslik şunama tik bulonliq 3 bulon. Unda olsa ekilibla 90 gradus bo'lganlik uchun men mushta sizib olsam bo'ldi. Yani bu yerde tik çüküzden pastga şunama. Unda olsa bu mana egizlik men bunu D deb olsam bu H ne buldu? HA. Yani bunun demekçi eğer bir bulon ne kadar çoğun bolsa şunama onun egizligi şu kadar qanday bo'lgan? Qisqa yani kichik buldu degan gap. Yine bu yerde A, B'den çoğun bolsa şunama bulon unda olsa bu A'dan tushgan bu egizlik B'den bu tarafga tushgan bu egizlikdan qanday bo'ldi? Qisqa bo'ldi yoki kichik bo'ldi degan gap. Unda olsa bu yerdagi n nimaga teng bo'lgan? N degan ochi o'rtay deb tushunama. Unda olsa bir bulon ne kadar cho'ng bo'lsa, bu bulonniki ochi o'rtay. Ochi o'rtay degan nima? Bulon o'ttirisi. Shunama. Bulon o'ttirisi degan nima? Mushta bulon o'lchagich bilan o'lchagan vaqtimda shunama. Unda olsa masalan buni bir o'lchab boqaylik. Bunu bir yerga qo'ydim shunama. Unda olsa 0 necha? 80 gradus taxminan 84 gradus. Unda olsa yarmi necha bo'ldi? 42 gradus shunama taxminan bu yerda. Unda olsa men buni qanday qilib olaman? Bu yerga mana bulon o'ttirisi shunama. Unda olsa bu siziq qanday bo'ldi? Bulon o'ttirisi bo'ldi. Ya'ni bu bulon bilan bu bulon birisiga teng bo'lgan ikki bulonga parchalayapti shunama. Bu A degan cho'ng bulonni. Unda olsa bir bulon ne kadar cho'ng bo'lsa, u bulonniki bulon o'ttirisi qanday bo'lgan? Bir 3 bulonda texmi qisqa va yoki texmi kichik bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa V ga qarab boqaylik. V degan kenar o'rtay debdi. Kenar o'rtay, ya'ni kenar degan bir tarafni ko'rsatib berdi shunama. Unda bo'lsa masalan bu yerdagi BC ning uzunligini bir o'lchab boqaylik. BC ning uzunligi 12 cm kelgan. Unda bo'lsa buning o'ttirisi 6 cm degan gap. Unda bo'lsa masalan men A bu nuqtani shunda tutashtirgan vaqtimda shundami? Masalan buni E desam, bu yerdagi AE nima bo'ldi? Kenar o'rtay. Unda bo'lsa bu alaylikni bir xulosalasak shundami? Bir 3 bulonda bir bulon ne kadar keng, ya'ni ne kadar cho'ng bo'lsa, bu bulonning qarshi tarafimi o kadar uzun bo'lgan. Shundami? Unda bo'lsa bu bulonning qarshi tarafga tushgan nimasi? Egizligi o kadar kichik, ya'ni o kadar qisqa bo'ladi ekan va bu bulonningki shundami? Bulon o'ttirisimi o kadar kichik, o kadar qisqa bo'ldi ekan. Shunama. Unda bu bulonniki yani pastga tushgan, yani bu qarshi tarafdagi bu yan tarafni qanday o'ttirishdan parchalayotgan bu tuz siziq, ya'ni kenar o'rtaymi o kadar qanday bo'ldi ekan? Qisqa bo'ldi degan gap. Tövendeki ikki savol qarab boqaylik. Unda bo'lsa bu yerda nima debdi? ABC eşkenar üçgen shundami? Unda bo'lsa eşkenar degan teng tarafli uch bulon. Teng tarafli uch bulonni alayliki. Bu 60 gradus shundami? Bu yami 60 gradus. Unda bo'lsa bu bulonmi 60 gradus. 60 gradusdan 6 12, ya'ni 18 gradusni chiqarib o'tgan vaqtimda bu 42 gradus qoldi. Shundami? Unda bo'lsa 60 gradusga 6 ni qo'shatsam, bu yana necha bo'ldi? 66 gradus. 60 gradusga 12 ni qo'shatsam-chi, bu ya 72 gradus. Shundami? Unda bo'lsa x, y, z, ya'ni bu uch tarafni biribdi. Bizdan nimani so'rabdi? V, x, v, y, v, z. Unda v degan nima? Kenar o'rtay. Shundami? Bir bulon ne kadar cho'ng bo'lsa, bu bulonniki kenar o'rtay o kadar qisqa bo'ldi. Unda bo'lsa bulon eng cho'ng bo'lgani eng kichik. Shundami? Bu yerdagi 72 degan bu bulonning qarshi tarafidagi bu x qanday bo'ldi? V x hammadan kichik. Shundami? Anandan keyinchi 66 gradus. Unda bo'lsa v, y. İkincisi shunami? Anandan eng cho'ng bo'lgan, ya'ni 42 ning qarshi tarafi V, Z qanday bo'ldi? Hammadan cho'ng degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Bu yerda nima debdi? Bulon DAC 60 gradus qani? DAC degan bu yer shunami 60 gradus. Bu ikkisi birisiga teng, shunami tangyanliq uch bulon. Unda bo'lsa bu yami necha bo'lish kerak? 60, bu yami 60 bo'lish kerak shunami? Unda bo'lsa A, B, C debdi. Qani bu yerdagi B tushib qolibdi shunami? To'liqlab qo'yay. Unda o'zi qaraydigan bo'lsak, bu bulon bilan bu bulonning yig'indisi 60 ga teng bo'lish kerak shunami? Unda o'zi bulon B degan bu yerga yozib olsam shunami? 60 dan, ya'ni bu bulon B'ni ko'rsatadi, 60 gradusdan kichik bo'lgan bir bulon. Unda o'zi C degan 60 gradusga teng shunami? Bulon A degancha 60 gradusdan cho'ng bo'lgan bir bulon. Unda o'zi bu bizga nimani solishtiring debdi? A, B, C ning n degan nimada? N degan ochiq o'rtay shunami? Ya'ni bulon o'ttirisi. Unda bo'lsa bir bulon ne kadar cho'ng bo'lsa, u bulonniki bulon o'ttirisi qanday bo'ldi? O kadar qisqa, ya'ni kichik
bo'ldi shunama. Unda bo'lsa bu yerdagi eng cho'ng bulon qaysi bo'ldi? A. Unda bo'lsa buniki bulon o'ttirisi hammadan kichik, ya'ni n A hammadan kichik. İkincisi n C shunama. Qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi A B C 3 bulonning ichidagi eng kichik bulon B shunama. Unda bir bulon ne kadar kichik bo'lsa, u bulonniki bulon o'ttirisi qanday bo'ldi? O kadar uzun bo'ladi. Unda bo'lsa eng uzunisi n B degan gap. Mana munosabati chiqdi shunama 3 niki. Qaraydigan bo'lsak, mazmunlarimiz tugabdi shunama. Unda bo'lsa bugungi darsimiz 3 bulonniki bulon va yan munosabatlari mush yerda oxirlashdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.